لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن مبينا وتبيانا لكل شيء وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ونذيرا. وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. الله سبحانه وتعالى قلم سورسida mundaq dedi. Nun qalam bilan qasam va qalamlar yozgan barliq yozmalar bilan qasam. Muhammed Allah Taala'nın elçisi. Sen Perverdigarının nimeti bilen mecnun emessen. Hakikaten sana Allah Subhanahu ve Taala üzülmeydiğen menguluk katta acilini, katta ahiret nimetini biridir. Kalem suresi 1. 2. 3. ayetler. Allah Subhanahu ve Taala Kalem suresini Arap tilideki üzüp okuladigan harflarning biri bo'lgan nun harfining atalg'usi bo'lgan nun harfi bilan boshlab tushirgan. Qur'oni Karimningki mana mushundaq elif ba ta sa dak Qur'oni Karimning bosh suralari kelgandek kaf, ha, ya, ayn, sad, alif, lam, mim, alif, lam, ra degandek mushundaq üzüp o'qiladigan harflardan Qur'oni Karimningki qurashtirilishi va har qandaq bir Qur'oni Karimga munozara qilg'uchi barliq ayni vaqtdagi so'zman fasih balog'atda chekidin eng ustunlik darajasiga yetgan şu vaqtninki kona arablarımı Qur'oni Karimning o'qishini keltirishga qodir bo'lmagan şu Qur'oni Karimning o'qishini hozirmi hech qandaq bir taraqqiyot, hech qandaq bir kompyuter yoki sonliq sifirni yeshadigan texnikalarmi Qur'oni Karimning o'qishini keltirishga qodir bo'lolmadi. Mana shu qodir bo'lolmaganligining o'zilam Qur'oni Karim Allah Subhanahu ve Taala'nın sözü ekanligini uqtirdi. Agar onun Allah Subhanahu ve Taala'nın sözü bo'lmay insonning so'zi bo'lgan bo'lsa-edi Qur'oni Karim uning o'qishini inson keltirishga kuch yetgan bo'ladi. Xuddi bu nimaga o'xshaydi desa, kala o'chib yeydi. Uningdan sut chiqaradi. To'g'ri her türlük o'tchuplarni yeydi, uningdan tuxumdan iborat vitamini va temir moddasi va bir qancha xil insonga foydasi bo'ladigan 14 xil vitaminlik kuch-quvvatni o'ziga mujassamlagan tuxumni qo'yib beradi. Hozirgidek ilm-fan qancha taraqqiy qilsa-mu, sutni aş o'tchuplardan o'zi yasholmaydi. Tuxumnimi o'z oldiga tuxum qilib yasholmaydi. Faqat Allah yaratgan, Allah Subhanahu ve Taala yaratgan o'tchuplarni shu charularga berish orqali sutninki Allah chiqarib berganini shalaydi. Allah Subhanahu ve Taala yaratib bergan o'tchuplarni to'g'ri berish orqali dallarni to'g'ri berish orqali andin kuch-quvvat, vitamin egasi bo'lgan tuxumga ega bo'la oladi. Bu oddiy bir misol. Allah Subhanahu ve Taala
Qur'oni Karimni bizga tushirgan mush harflarning o'qishini insonni bilib turib, bu harflarning o'qishidan har qanday bir o'zaro qilisha oladigan so'zlarni yasab chiqargani bilan Alloh subhanahu va taoloning so'zining o'qishini ular yasab chiqolmaydi. Chunki bu Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning so'zi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah fa illam taf'alu va lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Sizlar o Qur'oni Karimning o'qishini keltirishga kuchingiz yetmagan bo'lsa, uni qilolmagan bo'lsanglar, qiyomat kuchi hargizmi qila olmaysizlar. Sizlar undaqda kofirlar uchun Alloh tushirgan Allohning so'zi Qur'oni Karimga tangan, payg'ambarini yolg'on degan kofirlar uchun tayyorlangan, do'zaxdan saqlanadigan haqiqiy iymonni aytish, haqiqiy iymon chaqiriqini qabul qilish bilan taqvodor bo'linglar deb Alloh subhanahu va taolo butkul dunyo insonlarini mana shu Qur'oni Karimningki o'qishini keltirishga qodir bo'lmaganligining o'zidan Qur'oni Karim Alloh taoloning so'zi ekanligini, uqtirdiganligini, Alloh subhanahu va taoloning so'zi bo'lgan Qur'oni Karimga ishonganlar Allohning do'zax azobidan saqlanadiganligini, Alloh subhanahu va taoloning so'zi Qur'oni Karimni yolg'on degan, payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yolg'on deganlar mangulik do'zax azobiga loyiq bo'lganligini mush oyat orqali belgilagan. Qalam surasi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda tushirgan nihoyatda muhim bo'lgan Alloh subhanahu va taoloninki qudrat mo'jizalaridan iborat bo'lgan bir muhim hozirgi zamondagi eng muhim taraqqiyotning vasfi bo'lgan qalamni bayon qiladigan sura. Alloh subhanahu va taolo bu o'rinda qalam bilan qasam qildi. Chunki qalam insonlarning tarixini, insonlarningki avloddan avlodga yetkigan ilmini, insonlarning qit'adan qit'aga tarqalgan barliq jarayonlarini insonlarga yetkazib beradigan, insonlarning o'zining umri yetmagan, o'zining umrida ko'rmagan ahvolatdan o'tmishlarni insonlarga yozilmalar, kitoblar orqali yetkazib beradigan nihoyatda cho'ng bo'lgan bir Alloh subhanahu va taoloning insonlarga bergan ne'mati. Qalam bo'lmaydigan bo'lsa, insonlar o'tmishda qoldirilgan ilmlarni, tarixlarni, insonlarga yetgan barliq manfaatlarni bilmagan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mushu qalam bilan insonga yetgan ilmning muhimligini alohida nazar tutib, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo mushu qalam bilan ilm orqali insonga yetgan har qanday bir tarbiya va insonni haqiqiy sog'lom yetishtirib chiqishninki muhimligini alohida bayon qilib, ilmni bo'libmi vahiy ilohiy bo'lgan Allohning so'zi Qur'on bilan insonning tarbiyalanishini, insonning yaratilish oldida qo'ygan. Chunki inson dunyoga kelibdi, uningga Alloh tushirgan hidoyat bilan, vahiy ilohiy bilan bo'libmi Allohning so'zi Qur'on bilan tarbiyalanish bo'lmasa, o insonning dunyoga kelganning insonning inson bo'lib yashaganligining hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. İnsanning haqiqiy hayoti to'g'ri bo'lgan tarbiya bilan va haqiqiy komil inson bo'lib yetishga tirishchanlik qilishdan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo deyki, astagfirullah, Ar-Rahman allamal Qur'an xalaqal insana allamahul bayan. Sur Rahmanning 1-4 oyatiga shirq. Rahman Taala hammaga mehr shafqat qilguvchi zot Rahman Taala Qur'oni Karimni ta'lim berdi. Payg'ambar alayhisolatu vassalamni avatish orqali Qur'oni Karimni o'rgatdi. Allah subhanahu va taala insonni yaratdi. U insonga so'zlashni ta'lim berdi deb Allah subhanahu va taala insonni yaratishning oldiga avvalan Qur'onni ta'lim berganligini qo'ydiki, Qur'onni o'rgangan vaqtida
insan haqiqiy Allah'ның yaratış muradıga uygun haqiqiy hayatlıkka erişidi. İnsanның haqiqiy baxti Allah düşürgen Kur'an'ның programı bilen minişti burada. Haqiqiy qimmatimi Allah'ның vayisiga, Allah'ның peygamberge itaat qilishdi bo'ladi. Allah subhanahu va taala qalam bilan qasam qilish orqali qalamninki biz insonlarga ilgiriki tarixda so'zlangan barliq ilmlarni yetkizib beradigan nihoyatda katta bir Allah'ның ne'mati ekanligiga ishorat qildi. Chunki til orqali inson o'zaro birsi bilan uchrashgan vaqtidagi yuzma-yuz bo'lgan bilimlarni birsi-biriga yetkiza oladi. Ammo qalam orqali insonlar ko'migan kelgusi tarixga, ömür yetmaydigan kelgusi zamanға ma'rifat ilmni qoldira oladi. Eng insoniyatga nihoyat rahmat qilinib qoldirilgan eng cho'ng ilm bizga hozir qadar dunyo va oxiratning bahsatiga yetaklayotgan eng cho'ng ilm Qur'oni Karim va sahih hadislar Rasululloh alayhisalomning siratun nabiysi va barliq fiqhi ahkamlar va har bir ilgirki tarixdan bizni qolgan to'g'ri bilimning hammasi bizga faqat nima bilan kitoblar bilan yozish bilan bizga yetgan. Shuning uchun bu qalamning hurmati, o'rni bizga mush qalamdan yetgan foydaninki biz olgan ilmninki biz olgan natijaning cho'nglik bilan hurmatlanadi. Shuning Allah subhanahu va taala bu surada qalam bilan va qalam yozgan barliq yazmalar bo'libmi Allohning o'zi Qur'on bilan qasam qildi. Ham bizning ustozlarimizdan İmam G'azzali rahimahulloh o'z zamonisida bak uzun umri ko'magan bo'lsa-mu, zamonisida ba'zi da'vat, dars o'tish xizmatlarini, ba'zi bir amali bo'lgan da'vat faoliyatini qilgan. Lekin dunyodan ketgandan keyin hammamiz o'qiyotgan Ihyaul Ulumuddin din ilmlarini canlandırış degan kitobi bizni qolib qoldi. 1000 yildan keyinmi biz bu kitobdan bilim olyapmiz. Shundaqla Imom Qurtubi rahimahulloh o'zininki tafsiri Qurtubi degan kitobini bizni qoldirib ketdi. O'z hayotida nurg'un dars va nurg'un amaliy xizmatlarni qilgan bo'lsa-mu, lekin o'zi dunyodan ketgandan keyinki bizga qoldirib ketgan Qurtubi tafsiri Qurtubi 1000 yillardan tortib bizga nurg'un foydani yetkazdi. İmam Şafii rahimahulloh, İmam Abu Hanifa rahimahulloh, İmam Malik rahimahulloh, İmam Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh, nurg'unlagan ustoz ulamolar yozgan fiqhi kitoblar orqali dunyo musulmonlari o'zininki halol harom masalalarini hozir qadar mushu ulamolar yozib qo'ygan kitoblar orqali bizga musulmonlar mushu yetgan kitoblar orqali biz o'zimizning halol harom masalasini ayirib kelyapmiz va shundaqla mushularning ilmidan foydalanyapmiz. Demak, mana mushu qalam orqali insonning umri yetmaydigan yaxshilikni, insonningki umri yetmaydigan har turli ilm bilimlarni kelgusi avlodlarga qoldirib bo'ladigan ana shundaq muqaddas, ana shundaq insonlarga berilgan Allohning cho'ng ne'mati ekanligi bo'lg'achqa shuni Allah subhanahu va taolo qalamga ahamiyat berishni bizga alohida ogohlantirib qalam bilan qasam qildi. Demak, qalam orqali zamondan zamonga, makondan makonga, avloddan avlodga, xalqdan xalqqa, ummatdan ummatga, qit'adan qit'alarga, bir jamiyatdan yeni bir jamiyatga nurg'un ilm, nurg'un tarix, nurg'un fikri va har turli bilim boyliqlari yetib ularni shu qalam bilimi yozilgan yozimlar orqali kelgusi avlodlarni ilmiy boyliqqa ega qiladigan asosliq
muhim bo'lgan bir Allohning bergan ne'mati. Shuning uchun biz musulmonlar qalamning qattiq muhim ekanligini mushundan bilishimiz kerak. Ham shundaqla Alloh subhanahu va taolo mushu qalam surasida qalam bilan alohida qasam qilishdan iborat bo'lgan hikmatlarning eng birinchisi kelgusi Rasululloh alayhisolatu vasallamga vahiy ilohiyni tushirgandan keyingi davrlarda Allah subhanahu va taolo dunyo insonlarga yer sharini islom nuri bilan bizaydigan payg'ambarlikni yer shariga to'g'ri bo'lgan yetakchilik ilib boradigan bir islomiy programma, islomiy hidoyatni tushirib yer shari insonlarini bundan keyin Muhammad alayhisalom yetakchiligida islom programmasi bilan tarbiyalaydiganligini, yer sharida o'rnatilgan barliq küfrü, azgınlık, her türlük toğru yoldan çıkıp ketken insaniyetini günah masiyet, küfrü, tecavüzçülükka yetekleydiğen, buzgunçuluk yetekleydiğen aşındak barlık halkara dünyadaki her bir programma kösetmelerinin hemmisini gümran kılıdığan hakiki İslam programmasını evet ediğanlıkla İslam programmasının dünyanı yeteklet mağdıqanlıkla alahid hem bişaret. Hem Muhammed ümmeti bo'lgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetine bundan keyingi dünyani Allah tushirgan vahiy Qur'oni Karimdan iborat bo'lgan Allohning kitobi mushu Qur'oni Karimning izohati bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki hadisidan iborat sahih hadislar bilan dunyoni Qur'on hadisining nuri bilan yetaklashninki muhim ekanligini alohida ham bildirish. Hem daqla biz dünya insanlarını Muhammed Aleyhisselam'dan keyin yeni bir taraqqiyot bosqichiga kiradiganligini, ular o'tmishdagi zamanda savadsizlik, har xil nadonlik, har xil bilimsizlik ichida yashagan bo'lsa, Muhammed sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar qilinishi bilan ular yeni bir davrga kirib, mayli dinda bo'lsin, mayli panda bo'lsin yoki har turli hayotlik bilimlarda bo'lsin, yeni qalam bilan yazishdan iborat, yozmalarni o'rganishdan iborat bo'lgan yeni bir ilm bosqichiga kiradiganligini, yeni bir davrning maydoniga keladiganligini Alloh subhanahu va taolo alohida ogohlantirish ham shunaqla ma'lum bir sabab bo'lgan, ya'ni savassiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar qilinishiga iborat bo'lgan ma'lum bir sababdan Muhammad sallallohu alayhi vasallamdek savassiz bo'lgan bir kishiningki Alloh taoloninki iltifoti bilan insoniyatning savodliqlari uning o'qishini keltirolmaydigan Qur'oni Karimni shu savassiz bo'lgan Muhammad sallamninki dunyoga Allohning payg'ambar qilishidan kishilarga o'qib berishidan Muhammad alayhisolamning payg'ambarligini oshkor qilishdan iborat bo'lgan mushu sabab tufaylidan Muhammad sallallohu alayhi vasallam savassiz bo'lgan bo'lsa-mu, lekin kelgusi ummatini Muhammad alayhisolam tushirgan Qur'oni Karim bilan va Qur'oni Karimni yozish orqali va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisini yozish orqali va shundaqla barliq insoniyatga foyda bo'lgan ilm, har turli insoniyatga foyda bo'lgan har qanday bir tajribalik bilimlarni yozish orqali kelgusi ilmning, qalamning, kitobatning, yozishninki davr bo'lganligiga alohida ogohlantirish. Bu yuqorqi ta'limotlardan biz shuni bilib olamizki, hozirgi zamonda hattoki bir davlatning raisining tayinlanishi yoki uchib ketishi, necha ming odamlarningki urushga chiqishi yoki turmush maosh puliga ega bo'lishi yo ega bo'lmasligi, namoyishga chiqishi, chiqmasligi, hatto o'lim va jazo qonunining yurgizilishi yoki yurgizilmasligi, shuningdek nurg'unlagan insoniyatga baxt keltiradigan yoki insoniyatningki ba'zi qiyinchiliklarda yoki ularning jazoga qo'yadigan har bir ishirmi mush qalam bilan yoziladigan nihoyat muhim bir davrninki maydonga kelganligi bo'libmi, hozirgi davrda barliq ijtimoiyat, hukumat, ilm va fan o'rinlarining hammasi internet, televizor, radio hammasida yozma hujjatlik yozma materiallarga tayinlanganlikdan iborat bo'lgan mana bu amaliyotning hammasi cho'qim bundan keyingi davrning qalamga tayinish lozim ekanligini, qalam bilan bo'lganligini
Allah subhanahu wa ta'ala alohida bilgachga Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad ummatini mana shu qalam bilan qalam ilmlar bilan va yozish va yozma taraqqiyotiga ahamiyat berishga alohida ag'andirib qalam bilan qasam qilgan. Allah subhanahu wa ta'ala shuning uchun Qur'oni Karimda tushirgan dastlabki oyatdami Astagfirullah Iqra bismi robbikallazi xalaq Parvardigoringning nomi bilan o'qigin. U Parvardigoring hammani yaratdi. Xalaqal insana min alaq. İnsonni quyuq qondan yaratdi. O'qigin. Iqra va robbukal akram. Sening Parvardigoring ulug'dir. Ya'ni sen dinda va har turli fanni ilmlarda va har turli osmon zamin bilimlarida o'qib yaxshi tirishsang, Allohning ulug' ekanligining dalillari, Allohning ne'matining dalillari, Allohga shukr etishni rojib tutgan her türlü kudretin özlerini görürsen, Parvardigarının ululukunu bilirsen, Allazi allem bil kalem. O Parvardigarın kalem bilen yezişini ügetti. O Parvardigarın allemel insane ma lem ya'lem. İnsanga bilmeydiğin derslerini bildirdi. Yani vahiy-ilahi bilen insanga nurgulluğan, insanın Allah'ını razı kıldığın bilimlerini, Allah onundan çekilgen çeklimlerinin bilimlerini Allah ügetti. Deb Allah subhanahu wa ta'ala mana Iqra surasida bizga shuni ogohlantirdi ki mana mush qalam bilan yozishning muhim ekanligini, o'qish, bilimga ahamiyat berishning muhim ekanligini mush Iqra surasidan alohida ogohlantirib, kelgusi Muhammad ummati dunyoga ilm, bilim bilan va har turli taraqqiy topgan insoniyatning aqlini, fikrini, safqofatini ochadigan islom nuri, islom sapasidan dünyani yeteklep mağdığanlıqni ibaret bolgan bir yolga Allah subhanahu wa ta'ala başlaşqa aglandırıp mana şu qalam bilan qasam qildi. Allah subhanahu wa ta'ala nun qalam bilan qasam va qalamlar yozgan barliq yozmalar bilan qasam deb bu qasamning javobida dediki ma anta bi ni'mati robbika bimajnun. Ey Muhammed, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, sen Parvardigarının sana kılgan peygamberlik nimeti, sana kılgan barlık rahmetleri, yaxşılıkları bilen sen mecnun emezsen. Deb Allah subhanahu wa ta'ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge Mekke müşrikleri, Mekke kafirleri bühtan kılgan mecnun diyen şu bühtandan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni Allah subhanahu wa ta'ala özü kalem bilen qasam qilib turib, kalem yazgan barliq ilimler, barliq yazmalar bilen qasam qilib turib, bulupmu kalem yazgan barliq ilimlerning ichida Tavrat, İncil, Zabur ve şu yazmalarga qaraydigan bo'lsa-mu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemning payg'ambarlik ekanligi aniq. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni hattoki tashrif baqadigan bo'lsa, ilgiri kitap ehli özünün oğlunu tanıgandan qattiq tanıttı. Özünün oğlunu tanışta ezip kessimi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamber ekanligini tanışta ezip ketmekti. Mana shundaq Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ibaret bo'lgan haq peygamber Parvardigarının nimetinden sen ey Muhammed aleyhisselam mecnun emassan deb Allah subhanahu wa ta'ala şu Mekke kafirlerinin Muhammed aleyhisselam'a qilgan bühtanını aqlidi. Acab insan hayran qaladigan ish Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni ayni vaqtda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem payg'ambar qilinib avatilishdan burun ular Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni amin, Muhammed amin, ishonchilik payg'ambar deb shunday ataydi. Hattoki Hajrul Aswadni Ka'baning bir tarafida qo'ya vaqtida ixtilof qilib shuni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemning Hajrul Aswadni qo'yishiga topshirgan. Shuningga Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemning hukm chiqib berishiga topshirgan. Shundoq ishonch qilatdi. Ham Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemning payg'ambar qilinishdan burun hattoki Muhammed aleyhissalatu vesselam payg'ambar qilinib Makkaga Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Makkadan Madinaga hijrat qilgan davrgachilik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga shunchalik ishonatdiki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qishida
amanat qo'yiladigan iqtisodini Muhammad sallallohu alayhi vasallam qo'ydi. Shu Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z o'rnida Ali roziyallohu anhuni kafirlarni aldash uchun ham shundaqla shu amonatni qolib qolgan amonatni Makka aholisiga topshirib berish uchun Ali roziyallohu anhuni keyinda qoldirib qo'ygan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Demak, ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilinishdan burun aqlliq, ishonchlik, aqli kuchli, sog'lom kishi deb shundoq ishonatdi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilingandan keyin haqni qabul qilishning o'rniga hasad qilganlikdan, haqqa qarshi turganlikdan, mutakabbirlik qilganlikdan, tuhmat qilganlikdan, o'z nafsiga cho'ng tortganlik tufaylidan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tuhmat qilib, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni majnun dedi. Ondan Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'zi paklab Qur'oni Karimda mangu qoladigan barliq Qur'oni Karimninki insoniyatga yetkazadigan haqiqat nurida shunday deyki, sen Parvardigorining ne'matidan ey Muhammad Allohning elchisi majnun emas deb Muhammad sallallohu alayhi vasallam Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolo pakladi. Masalan, Muhammad sallallohu alayhi vasallamninki haqiqiy aql, haqiqiy sog'lom bir aqlliq, hushyor bir kishi ekanligiga alohida Abu Sufyanmo guvohlik bergan. Abu Sufyandan ayni vaqtdagi Hiraqli so'rgan vaqtida sizlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga payg'ambar qilinishdan burun yolg'on aytib baqqanlik bilan tuhmat qilatdinglarmi deganda Abu Sufyan islomdan burun Muhammad sallallohu alayhi vasallamninki dushmani turib, mushu gapni degan vaqtida bo'libmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga va islomga shunchalik dushmanchilik qilgan kishi turib, nima dedi? Ya, biz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yolg'on gap qilganligini anglab baxmagan dedi. Hiraqlidiki, xaloyiqqa bu Muhammad alayhisalom yolg'on gap qilmaydigan, ammo Allohga yolg'on buhton qilib, meni payg'ambar qildi, iftiro qilib, meni payg'ambar qildi deyishi mumkin emas. İnsanlığı yolg'on gap qilmaydigan odam bir tariqa ola Allah subhanahu va taologa hargiz yolg'on to'qimaydi deb Hiraqli Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligini mana shu Abu Sufyanning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayni vaqtdagi dushmani Abu Sufyanning guvohligidan Hiraqli payg'ambar sallallohu payg'ambarligini bilgan. Demak, Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar qilinishdan burunmi axloqliq, raskab qiladigan, aqlliq, hushyor odam ekanligiga arablar shu vaqtdagi arab mushriklari guvohlik berdi. Faqat Muhammad sallallohu alayhi vasallam to'qilgan bu buhton, majnun degan bu buhtonning o'zi Allah Muhammad islomni paklagan bu buhton faqat kofirlarning Muhammad islomga hasad qilganligi, haqdan yuz o'rganligi uchun to'qqan buhton. Yine Allah subhanahu va taolo yine bir oyatda dediki: "Ve in yakadul-ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'uz-zikra ve yaquluna innahu la majnun." Tasqalıdı kafir bo'lgan kishilar seni o'z ko'zlari bilan sana o'chmanlik qilib ko'z tashlab seni yiqildirg'ili. Ular Allah tushirgan vahiy, Allohning zikri, Qur'oni Karimni sening ularga so'zlab berganligingni, tilovat qilib berganligingni ular anglagan vaqtida ular deydiki, haqiqatan o Muhammad sallallohu alayhi vasallam albatta majnun deydi deb ular Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ochchig'i kelganligidan, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'chmanlik qilganligidan, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga buhton qilganligini mana shu oyat alohida bizga ifodalab berdi. Haqiqatda majnun degan Allohga oshilik qilgan odam. Dunyo hayoti uni aldab ketgan. Uni dunyo hayoti haqni ko'rishdan to'xtatib qo'ygan, aql ko'zini ziyon qo'shatgan odam. O dunyo hayotida Allah bergan hayotlikda yashab, Allah bergan aql yashab, o'z aqlida Allah qo'ygan har bir qudrati ilohiyni tanimay, uningga aqli
payda bermegen insan. Aql degan Allah Taalaga itaat qiladi. Allah Subhanahu va taolani tanıydı. Allah tushirgan vahiy ilohiyning qonun prinsiplariga o'zining hayotini to'g'rilab ish qiladi. Allah Subhanahu va taolaning muhabbatiga, Allahning rizoligiga erishish uchun Allah buyurgan barliq taat ibodatlarni davomli qiladi. Dunyoni yo'q bo'lib ketadigan fani dunyo, oxiratni mangulik mening baxtim deb qaraydi. Hem dünyani ahiretinin uruğu üçün işidir. Bizninki Hocaynimiz Jafir Sadık raziyallahu anhuga bir adam mening qo'shnim menga zulm qildi dedi. Degandan Jafir Sadık raziyallahu anhu sen qilgan bu aziyatga sabr qilgan dedi. Degandan o kişideki men sabr qilaversam onun oldida o'zimni bak xarliqqa o'xshagandek his qildi ekanman dedi. Degandan keyin Jafir Sodiq roziyallohu anhu dedi ki Allohga osilik qilib ana shunda qo'shnishqa zulm qilishdan yang'il unmagan odam o'zi xar. Ya'ni kishilarga zulm qilgan kishilar xar. Nurg'un insonlar dunyoda o'zininki vaqtlik bir xo'shalliqi, vaqtlik bir salomatligi, vaqtlik bir baxtini deb boshqa musulmonlarga, boshqa insoniyatga ziyon soladi. Har sohada ustun va cho'ngchilikqa erishiman deb jamiyatda xalqlarga zulm qiladi. Xuddi Xitoy kommunistlari va uning qo'lchimoqchi agashchilari bizning Sharq Turkiston zaminida biz Uyg'ur musulmonlarga kech-kunduz zulm qilgandek va jinoyat qilmishlaridan kech-kunduz davom etgandek va shunaqla Falastin musulmonlarga Isroiliya Yahud kafirlari kech-kunduz zulm qilgandek va dunyodagi nurg'un zolim kafirlar, nurg'un zolim xristianlar musulmonlar dunyosiga tajovuzchilik ve zulm qilgandek. Lekin mu'min yalg'iz o Allah Subhanahu va taolo rozi bo'ladigan yaxshi ishni tanlaydi. O dunyodagi o'zining shahvat manfaatini, o'zininki vaqtlik hissiyoti, vaqtlik nafsi xohishidan o'ziga akiradigan manfaatning keynidan minishdan mangulik hayotini yuqori buradi. O'zininki vaqtlik shahvat nafsining har turlik aldam xaltiridan voz kechadi. O mangulik baxt bo'lgan Allah oldiki Allahning rizoligini izlaydi. O bo'lsa olamlarning parvardigori Allahning rizoligiga erish. Allah Subhanahu va taolo deyki: "Estağfirullah vellezina amanu ashaddu hubban lillah." Sura Baqara 165-oyat. İman aytib, vujudiga iman singan mu'minlar Allah Subhanahu va taolo uchun bak muhabbat izhor qiladi. Nurg'un insonlar o'zining shahvatlari, yolg'on ilohlari, o'zining zolim raislari, o'zininki har turlik nafs xohishlari uchun o'zininki sevgisini oshkor qilgan vaqtida, o'zining qurbonligini oshkor qilgan vaqtida bu mu'minlar Allah taolo uchun o'zining muhabbatini oshkor qiladi. Allah yaxshi ko'rgan ishlarni qiladi. Allah to'sqan ishlardan yanadi. Haqancha o'z nafsiga, nafsi talablaridan, nafsi xohishlaridan ketish orqali o'z nafsiga bearamchilik ta'simi ko'rinishda Allohga ishonganligi, Allohni sevganligi uchun uningdan o'zi kechgan nafsi xohishidan Allah uchun kechganligiga xursand bo'ladi. Haqancha uningga ziyon, aziyat etib qolsa, Allah cheklagan ishlarni tashlaganligidan Allohni sevganligi uchun ko'ngli xo'shal bo'ladi. Va har qanday bir yetgan aziyat qarta qalbida kichkina ma'yuslik bo'lmaydiki, balki Allah sevgisi uchun har qanday uchirgan aziyatlarga
xoşallık his qiladi. Mu'minning başçısı Allah subhanahu wa ta'ala onunğa bergen yo'q bo'lib ketadigan valvul insanın gözünü çaqıldıgan dünya turmuşuna deb Allah subhanahu wa ta'ala'nın söygüsü Allah razı bulduğun işlerden yüz öyrüdü. Kichikgina dünya hayatı ötken vaqtdan kin özünün qilgan yaman qilmishning vabali yolqudu. Biz köz aldığımızda mesela bir insanını tasavvur qilayli. Bu insan katta bir ticaret ve şirketlerini ilip biratkan insanken. O insan köz aldı da bir tane almaz, bir tane siliyodun yasalgan, yalgan almaz şekli, yalgan bir muncak aldı koyulgan bolsa, şişi muncak. O adam Hristiyan almasdan ibaret bo'lgan qimmat baliq almasını tanlagan bolsa, ko'zininki aldab ketgan, şekilli chaqnab turayotgan yalgan shisha, yalgan munjaqdan ibaret bo'lgan silio munjaqni tashlab qo'ygan bolsa, u odam o'zining tijoratida baxt topadi, natija erishadi. Ammo million pulni berib yalgan munjaqni shisha ve silio munjaqni Hristiyan köp qilib aşını közünün şekli görünüşke aldam görünüşke işinip gitip şuna ağam bolsa bütün ticareti, şirketi, iqtisadını jantadı. Şunun olama oxşaş Allah köksetken haqiqatni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağırgan İslam dinini özünün programması qilishqa tanlab haq yo'lga mangan bolsa, mangulik oxiratda jannatni Allohning rizoligini paydalaydi. Agar dunyolik manfaatining, shahvatning keyin vaqtlik ko'zini chaqtirgan, aldam xalti bo'lgan shahvat va ozdurg'uchi har turlik inson jinning shaytonlarininki ozdurgan günah masiyatlarının kendinden kirip ketken bolsa, haqdan yüz örgen bolsa, o vaqtda dünya ve ahiretinin ziyan kardıqı bolgan mangulik dövzakka uçraydı. Bazı vaqtlarda insan özü arlaşkan adamlarninki ahvali, özü şu bilib turayotgan cemiyet ve münasebet bağlagan xalqlarning ahvoli qarabmi inson o'zininki zodi haq yo'lida mustahkam turadigan yo'lni topa oladi, ba'zan chaqda yo'lini topolmaydigan ishim bo'ladi. Masalan, odam aralashgan insonlar haqni tushunolmaydigan, qalbi qattiq, moddiy shahvatga bilib keladigan bir insonga aralashgan bo'lsa, undaq insonlar senin hakkı çakırgan hak yolunu kalbinin körlüğü şehvetki bölgenlikten doğru dep qarmaydı. Şunu bilen sen hushyor tursan etrafındaki insanların azdırış bilen belki doğru yoldan çıkıp ketişin mümkün. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaxshi kishilarga hamroh bo'lishlarni ihbar satqıchi, ihbar ko'targichiga hamroh bulduğan o'xshatgan yaman kishilarga hamroh bo'lishlarni tumishinin kurukini, tumishininki tumir so'qadigan kurukini pudishib birdigan, yalsilishib birdigan odamga o'xshatgan. Shuning uchun har qandaq bir musulmon, har qandaq bir aql aralashgan vaqtida sen uchun sen ilib kelgan haqning fazilatini biladigan kishilarga aralashib ahamiyat bor. Sen moddiy jihatda, dunyolik jihatda biyib ketgan davlatlar, jamiyatlar, xalqlar kishilarga bak havas qilib ketgandan bakroq ruhi, fikri, aqli, saposi, iymoni, axloqi, go'zallikka beyg'an kishilarga ahamiyat berishga bakyoq.
tirishqin va diqqat qil. Chunki moddiy manfaatga, shahvoniy hissiyotga o'zining o'lchimini turg'izgan insonlar bo'libmi o'zining o'lchimini tanga tillalar bilan moddiy manfaatlar bilan turg'izganlar har qanday bir aql insonninki o'lchimini uningki qadrini tonimaydi. Uning ilib kelgan hujjatlari to'g'ri bo'lgan fikri va hidoyatini qabul qilmaydi. Balki uning ilib kelgan har qanday haqiqatlarini ko'zga ilmaydi yoki shu ilib kelguchinimi xato va shu zamonning hozirgi davrda davriga mos kelmaydigan bir ishni ilib kelgandek izib ketishi yoki o'zinimi turayotgan haqda shaklantirib qo'ydigan, qilib qo'ydigan bir yo'lga akib qo'yishi mumkin. Shunga sen ularga haqni nada bo'lsang so'zlashga ahamiyat ber, lekin aralashib birga o'tashda, hamkorlashib birga ish qilishda seni haqdan yüz örtüp qo'ydigan yoki turayotgan haq yo'lingda seni shaklantirib qo'ydigan har qanday bir sen ilib kelgan haqni va sening haq turganligini qadrlamaydigan insonlardan doim ehtiyot qil. Agar sen bir yashashda tanlamoqchi bo'lsang, seni Alloh subhanahu va taolaning rizoligiga, uning qilayotgan ishlari, turayotgan ko'rinishi, muomalasi, alışıvatkan adamları seni Allah rızalığına yetaklaydigan yaxshi kishilarga bo'libmi axloqi, ilmi, islom din ta'limotlari bilan va go'zal axloq bilan to'shqan musulmonlarga, ustozlarga, jamoatga aralashishga ahamiyat bergin. Mu'min degan doim yaxshilik izlaydi. Allohning oldiga bir bo'g'icha mu'min degan bir talip, musulmon degan bir haq yo'lni izliguchi, haqni ustun qilishni izliguchi, haq yo'lda jihad qilishni izliguchi, nafsi bilan kurash qilguchi bir mu'min. Shuning uchun mana shundoq nafsi bilan kurash qildigan, uningga ma'naviy boyligi, ruhiy boyligi, Qur'on, hadis, nur boyligi uningga to'shqan shundoq Müslüman qarindoshlarni, shundoq Müslüman jamiyatini, shundoq Müslüman dunyosini doim izlanadigan, shundoq musulmonlar bilan birga bo'lishga tirishchilik qilgan. Ana shundoq qilgan vaqtimizda andin biz haq ustida mustahkam tura olamiz. Mana yuqoridagi mushu oyatlardami Alloh subhanahu va taolo avatgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Makka kofirlari shuncha aqlliq, shuncha insoniyatning eng hushyorsi, eng ishonchlik, hattoki dushmanimi Herakla oldida yolg'on gap qilmaydi, go'zal axloqliq, rostchil deb shuna ta'rif qilgan bir Muhammad sallallohu alayhi vasallamdek eng insoniyatga Alloh tarafdan evatilgan mehribon, kuyimjon, aql bir insonni bular Majnun deb bo'xton qildi. Chunki u Majnun devatgan jamiyat aslida o'zi qalbi eshilmagan, o'zi dunyo va uning ishidagi barliq shaylarni kufri, shirk ko'zi bilan, moddiy ozg'unlik ko'zi bilan qaraydigan insonlar bo'lgancha, shunga ular Muhammad alayhisolatu vasallamning aqlligini va Muhammad alayhisollam ilib kelgan Allah'ın dergahiden çürgen hak ve ilahinin hak ekanligini, Kur'an'ın hak ekanligini itiraf qilgan. Şuna bu ayetning o'zilam bizni mana shundoq yaxshi bo'lgan ipar ko'targanga o'xshash insonlarga aralashishimizning qattiq muhimligini, bizni va biz ilib kelgan haqni ana shundoq haqqa chiqarishga, haq egilinimi shakllantirishga tirishchilik qiladigan mana shundoq kishilardan ehtiyot qilishga alohida buyurdi. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Muhammad sallallohu alayhi vasallam balki ular degandek Majnun emas,
ular agishki tegishlik. Har qanday bir inson agishki tegishlik. Bo'libmi mu'minlar alohida qadrlash tegishlik bir Allohning payg'ambari, elchisi, Allohning yaxshi ko'rishiga, payg'ambar qilib tanlashiga, Allah tushirmoqchi bo'lgan din va tushirgan islom dinning omonatiga Allah ishongan bir aql, hushyor, sog'lom bir Allohning payg'ambari ekanligiga alohida ogohlantirib dediki: "Ma anta bi ni'mati robbika bimajnun." Sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin Parvardigorining san qilgan ne'mati bilan sen majnun emaski, ya'ni san qilgan payg'ambarlik ne'mati, san qilgan elchilik ne'mati, hidoyat ne'mati, Qur'on ne'mati, seni yaratish ne'mati va sana har qanday bir vahiylahini yetkazgan ishingda, jamiyat va davlat, oila ishingda, har qanday bir ishingda, moddiy va ma'naviy ham ishingda sana yordam berish ne'mati va seni eng katta bo'lgan payg'ambarlikka erishtirish ne'matini iborat bo'lgan mana shu ne'matlarning hammasidan sen majnun emassan degan bo'ldi. Bo'libmi shu ne'matlardan eng muhimi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh bergan ne'matning eng kattasi, eng ulug'i payg'ambarlik ne'mati. Chunki Allah dunyoga bir insonni paydo qilish ne'mati, inson bu dunyoda bor bo'lgandala foydalanadigan ne'mat. Va yordam ne'matimi bu dunyoda inson yashaganda oladigan ne'mat. Va lekin hidoyat ne'mati, payg'ambarlik ne'mati bu insonga mangulik asqiladigan ne'mat. Qachon Alloh subhanahu va taolo o'z payg'ambari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik, elchilik, Qur'oni Karim ne'mati bilan hurmatlagan bo'lsa, sana mushu payg'ambarlik yetib Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yetkazilgan islom elchiligiga iymon keltirgan bo'lsang, islom dinining barliq ta'limotini atrofliq mustahkam turib amal qilgan bo'lsang, sen haqiqiy dunyo va oxiratningki baxtiga erishgan bo'lding. Chunki sen erishgan bu ne'mat sening bu dunyoda dunyodan yo'qolishing bilan yoki seningki bu dunyodan sening yo'qolib ketishing bilan tugab qildigan ne'mat emas, balki bu hidoyat, payg'ambarlik ne'matiga sen payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ishonib ergashganliging uchun bu dunyoda to'g'ri yo'lda borsan, oxiratda mangulik ne'matga erishgan bo'lib, sen Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki hamrohligida qiyomat kunisi Allohning rizoligiga erishganlar qatorida Allohning jamoliga qarg'anlikdan xursand bo'ladigan, mangulik jannatga kirgizadigan, mangulik jannatda baxtli bo'lishingga sabab bo'ladigan haqiqiy katta ne'mat. Shuning uchun har qanday bir musulmon va har qanday bir inson oxirat ne'matini tanlashga ahamiyat bergan bo'lsa, haqiqiy aql, haqiqiy hushyor qiladigan ishni qilgan bo'ladi. Dunyo ahli ne'matni moddaga va malga, dunyo hayotidan foydalanadigan har turli shahvat manfaatlarga silishtirib, andin o'zining hayotini belgilaydi. Masalan, uyning no'chi bo'lishi, minadigan qatnashning no'chi bo'lishi va bir erkishga nisbatan o'zininki iqtisodiningki va jamiyatda kishilar orasida u iqtisodi orqali erishgan yuz obro'yining katta bo'lishi qarab mo'ljallanadi. Aslida iblisning hayoti qaraydigan bo'lsak, iblis qandoq mo'ljallagan? Iblis odamni laydan yaratdim, meni o'tdan yaratdim deb o bir narsaning shakliga asoslangan. Alloh taolo Odam alayhisolamni laydan yaratgan bo'lsa-mu, Odam alayhisolamda
Allah tushirgan haqni qabul qilish, xuddi yer o'simlikni o'stirgandek Allah tushirgan haqni qabul qilgandan keyin uningga amal qilish va shundaqla ig'ir bisiqliq ashundaq Adam alayhisalom osmondan yerga tushirgandan keyin xatolikdan keyin Allohga pushaymon qilib tavba qilish. Rabbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ey bizning Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Shaytonning kayniga akishib, havasimizning kayniga ayishib, o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Sen bizning gunohlarimizni kechirmasang, sen bizga rahm qilmasang, biz ziyankorlik ishida qolganlardan bo'lamiz deb Allah subhanahu va taologa pushaymon qildi. Demak, Adam alayhisalomning tabiatida haq tarafga qaytish, haqni qabul qilish xarakteri bor edi. Lekin iblisning tabiatida shu aba vastakbara va kana minal kafirin. Allah saydi qilishga buyurgan saydiga xato qiyos qilib, o'zini cho'ng tutib, hasadxo'rlik qilganlikdan Allohning buyrug'iga bo'ysunib unimida pushaymon qilib, tövbe qilish qonumida o'zini cho'ng tutdi, kofirlardan bo'ldi. Demak, mana shundaq iblis dunyodagi barliq iblisga erishadigan, shaytonning yo'lida mangadigan insonlarga nimani cho'ng bo'ldigan qilyapti desa, shakli ko'rinish va ko'zni chaqindigan dunyo manfaatlarining shahvoniy manfaatlari asosida qurilgan hayotlikni ustun biladigan, ammo Allah rizoligi, Allohga bo'ysunganlik ishida, Allah avatgan payg'ambarga itoat qilishida halol haromni ayirib turib qiladigan hayotni Allohning programmasi ishida, Allah uning ega bo'lgan sog'lom hayot ishida yashashni e'tirof qilmaydigan ana shunday ish insoniyatga iblisning ta'sirlari yo'qdi. Demak, haq mu'min Allah subhanahu va taolani haqiqiy tunishgan bo'lg'achqa dunyodan o'tib ketgan har qandaq bir dunyo manfaatiga ishni pishirib o'tirmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, masalan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z uyida o'zining kichik yatqida kechilikda qiyom turib namoz o'qishni iroda qilgan vaqtida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Oysha roziyallohu anhaning pochiqini chimdatdi. Oysha anha pochiqini tatib oldi. Ondan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozini o'qiydi. Demak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyi mana shundaq tar kichik turib Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zining mush hayotidan Allohning payg'ambarligi tanlaganlik uchun baxtli his qilgan. Demak, bizning o'ligimiz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti mana shundaq oxiratlik manfaat uchun Allah bergan barliq dunyo ne'matlarini oxirat uchun ishlatadigan mana shundaq go'zal fazilatli hayot yashagan. Demak, biz Allah subhanahu va taolaning payg'ambariga haqiqiy sodiq bo'lamiz. Payg'ambari mangan yo'lda mangamiz deydiganmiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qilgandek, Payg'ambar alayhisolam qishiga dunyodan bir narsa kelsa, uni atiga qoldirmaydi. Va lekin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyodan ketdi. O'zining qishida ballarga, ahliga miras qoldirdigan hech qandaq bir shayini qo'ymadi. Balki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning urushda kiydigan, jihatda kiydigan temir chapini bir Yahudining qishida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oriyatga chiqqan opining o'rniga omonatga qo'yilgan edi. Ana shundaq bo'lganlik uchun Allah subhanahu va taolo musulmon insonga, insoniyatga in'om qilgan ne'matning eng kattasi Allohning turish. Allohning ne'matiga erishgan musulmonga nisbatan Allohning so'zi Qur'oni Karimni bilish va Qur'ondan bilgan haqqa haqiqiy to'nig'an bo'yicha amal qilish va Allohning rahmatidan umid qilish, azobidan qo'rqish. Haqiqiy mu'min deb o'zini chaqilgan har qanday bir musulmon Allah subhanahu va taolo oldidagi haqiqiy
boylik bo'lgan Allohni tonish va Allohning tushirgan vahiylaishi Qur'oni Karimning haqiqatlari yo'lida o'zini pido qilishda ching turgan bo'lsa, Allah bergen her qandaq bir iqtidor va iqtisodni Allah yo'lida chiqim qilishga tirishchanlik qilgan bo'lsa, bundaq mu'min dunyodan o'tib ketgan her qandaq bir dunyo manfaatiga ishpishmaydi. Chunki dunyo mush dunyoda qatnab tugaydi. Onun bu dunyoda erishgan uyiningki kengri masofaligi, uyning kvadrat metrlari yoki uyninki tushgan o'rni, kirimining ko'p azliqi, ayolining nasablik, chiroylik, güzel, yüz obro'liq ekanligi emas ekanligi, ijtimoiy o'rinning yuqori yo tuvan ekanligi asos bo'lmasdan, balki buning hammasi dunyo tugaydigan ish bo'lib, Alloh taolaga haqiqiy ixlosmanlik bilan qulchilik qilganligi, riyogarlikdan, nifoqdan, xiyonatdan, har qandaq bir shuhrat parastlikdan xoli holatda Alloh taolaga xolis qilgan yaxshi amrlar u ishga mangu asqilganligi, mangu jannatda qoldirganligi, mana shu u mo'minga asqilgan haqiqiy boylik. Bu oyatlardan ilindigan yana bir nokta, Allah subhanahu va taala payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, haqiqatan sen ular degandek majnun emassan. Lekin sen xaloyiqning xo'jayini. Xaloyiqningki odam balları ishidan eng hurmatliki. Sana, yani sana sening Parvardigorining sana qilgan ne'mat bilan sen Allah subhanahu va taala tanlagan bir payg'ambar. Sen insoniyat ichidagi eng tunji foyda olg'uchi, eng katta natijaga erishguchi. Sana Allah subhanahu va taala payg'ambarlikni berdi. Sen Parvardigorining ne'mati bilan majnun emassan. Allah subhanahu va taala seni elchilikka tanladi. Shuning uchun haqiqiy aqlliq, haqiqiy baxtli inson mushu Muhammad sallallohu alayhi vasallam deganlikka alohida agandirish. Har qandaq bir mu'min mushu oyatni, har qandaq bir inson mushu oyatni o'z oldiga ayrim o'ltirib o'ylanib boqadigan bo'lsa, shuni biladiki, dunyoda nurg'un insonlar bor. Qalg'i cho'qinadi. Nurg'un insonlar bor, o'tqi cho'qinadi. Nurg'un insonlar bor, insonlar o'zi oldiga chiqarib qo'ygan baxshularga cho'qirdi. Aqlsiz insonlar orasidan osmonlarni va zaminni yaratgan Allah subhanahu va taolaga cho'qinish bilan haqiqiy mu'min bo'lishni hurmatlik qildi. Undaq bo'lgan ekan, Allah subhanahu va taolaning hidoyat ne'matiga shukr aytqin. Allah subhanahu va taola shartsiz hech qandaq bir insoniyatda Allah bergan ne'matning hech qaysi biriga uyg'un kelmaydigan Allah'ның elchisi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e düşürgen Kur'an-ı Kerim'nin hidayetinden miniş nimetiga seni yıkıldı. Undaq bo'lgan ekan, mushu ne'matga ega bo'lgan har qandaq bir inson bu dunyodagi har qandaq bir ne'mat va har qandaq moddiy manfaatdan har qancha ziyonga uchrasimi, oxiratda mangulik ne'matga erishadigan bo'lganliging uchun sening hayoting haqiqiy baxtlik. İnsanlar hammasi yeydi, ishidi, minadi, har atrofga harakatlanib safar qiladi, o'ylandi, avlod tug'di, avlodlarini yishtirib cho'ng qiladi. Lekin shu insonlar yashayotgan mana shu jamiyatdagi har bir shay'i yaratquchisi Allah subhanahu va taolaga cho'qinamdi yoki inson va jinning kafirlari, müşriklari paydo qilgan yolg'on ilohlarga cho'qinib, o'zini aldamdi. Mana bu hayotdagi shundoq kutgan, o'zi qurib chiqqan shu arzu, shu go'zal va o'zi maqsad qilib maydonga keltirmoqchi bo'lgan shu arzu armonlari hammasi oxiratda ular uchun bir baxtsizlik bo'lib maydonga chiqamdi. İnsanlar
alemlerinin perverdigari Allah Teala üçün hesap bergil turgan vaqtida günahkarlar müminlerden ayrıldı. Sen Allah'ını tanıganlığın üçün müminlerin sibiti bulsan, hidayet nimetini tanıganlığın üçün Allah'ın cennete girsen. Şu Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Her kandak bir mümin, her kandak bir kişi dözekten iraklaştırılıp cennete kirgizilgen bolsa, bu kişi hakiki maksat girişken burada. Dünya hayatı insan özünü aldap gidediğin vaktlık paylanış, mağrulmuş hayatıdır. Dünya hayatıga aldırıp ketmi, belki dünya hayatını ahiretinin bəxt üçün urak kılgalla bəxt girişidir. Ahiret hayatıga dünya hayatını tigişip, dünya hayatını ahiret hayatıga hakiki vastı kılmay dünyaga birlip ketkenler, şehvetki birlip ketkenler ziyan tatıdı. Diğerlik işaret kılgan asasda Allah Subhanahu wa Ta'ala mana şu ayetini bizge bildirdi. Bu yerde mühim bolgan bir sual. Nima üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni sen senin perverdigarının nimeti bilen mecnun emessen deb Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga aynı vaqtdagi Mekke müşrikleri kılgan mecnun degan töhmetni inkar kılgan şu vaqalıqni Kur'an-ı Kerim'de aradı. Nurgulluğan insanlık hayatıda bir insanın yeni bir insanga, bir cemiyetinin yeni bir insan kılgan töhmetleri şu işidlam kılıp tügeydi. Nima için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge ular çaplagan bu töhmetni Kur'an-ı Kerim'de kaldırdı dese, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kin kiradigan barlık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin izbasarı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolunu tutup mağadigan İslam izbasarları, İslam ölümaları, İslam davetçileri, İslam avan girip haqqni qo'daydigan qo'shun barliq musulmonlar qiyomat kuncha mana mushundaq Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qilingan majnun degandek aqli ishlamaydi degandek tuhmatlarga qaradi. Mana mushundaq tuhmatlarga uchragan vaqtida eng aql, eng hushyor Allah uni payg'ambarlik tanlagan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga mana mushundaq ayni vaqtdagi Makka mushriklari tuhmat qilgan. Undaq bo'lgan ekan men qat'iy Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ulu qila olsam, hargiz yasrab qolmayman, bearam bo'lmayman. Haq maydonda qiladigan da'vatimdan qat'iy chekinmayman. Men odamlar ichidagi eng odamlarga ulug' qilinishni evatilgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni haqiqiy ulug' qilib Alloh yo'lida mustahkam turma deb o'zining maydonida mustahkam tursin uchun qiyomat kishi islom dinininki ham boqiy bo'lgan oxirgi dunyo insonlarini baxtga erishtirish uchun davomli qiyomat kishi tushirilgan haq din ekanligini ham bildirish uchun Alloh subhanahu va taolo aytdiki: "Qulillahu summa darhum fi khawdihim yal'abun." Sura An'am 91-oyatda digini Muhammad Allohning yo'lida manaman degin. Ondan ular chumayotgan günah masiyat, tuhmat qilish, ozg'unlik yo'lida ular shundaq buyuk ish qilib uydi, ularni shu yo'lda qo'yib qo'ygan deb Alloh subhanahu va taolo bizga alohida ogohlantirdiki, har qanday tuhmatlarga, har qanday bo'htonlarga haq yo'lida haqni da'vo qilib, haqni Muhammad alayhisolamning yo'liga uyg'un holatda elib borganlar, o'zining qilayotgani Qur'onga uyg'unlan bo'ldi ekan, qat'iy ma'notgan yo'lda keyinga chekinmaslikka, mayuslanmaslikka ve tushkunlashmaslik uchun Alloh subhanahu va taolaning mana shu Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ana shu ayni vaqtda Makka mushriklari o Muhammad alayhisalom qilgan tuhmatdan paklashi mu'minlar, musulmonlar ve islom izbosarlarni haq yo'lda mustahkam turishga davom etish uchun. Agar yer sharidagi hamma odam kofir bo'lib ketsa-mu, hamma odam to'g'rilikdan chiqib ketsa-mu, hammadan fasiq bo'lib ketsa-mu, albatta mu'min rastchil haq ustida ta'sirlanmay, haq yo'ldan o'zgarib olmay, haq yo'lni allohtirib olmay, haq yo'lda mustahkam turish uchun Alloh subhanahu va taolo bu Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ayni vaqtda aqlab tushirgan, sen sening Parvardigoringning nimati bilan majnun emas degan
mush oyatni ulug' qilib, Muhammad sallamni ulug' qilib minishimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bu oyatni Qur'oni Karimda qiyomatgacha qoldirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari amaliyotda haq maydonida mustahkam turib, iymoniga rasul bo'lib, o'zining maydonini almashtirmadi. Ular shunchalik qiyin ahvollarda bo'lsa-mu, haq yo'ldan o'zgarmadi. Ular uchrashgan shuncha yolg'on tuhmat, shuncha yolg'on bo'htonlarga ular haq yo'ldan chekinmadi. Ubad ibn Samit radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at berdik. Anlagan buyruqlarimizga bo'ysunishimizga mayli tabiatimiz qizg'in chaqda bo'lsin yoki tabiatimizga ig'ir keladigan tabiatimiz tatmaydigan chaqda bo'lsin, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga bergan buyruqlarga anglab itoat qilishga bay'at berdik degan. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari mana shundaq har qanday qiyinchilikda bo'lsin, har qanday kamchilikda bo'lsin, har qanday vaqtda Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning buyruqlariga amal qilishda ching turgan. Hozirgi zamonda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyruqlariga amal qilish deganimiz, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolodan ilib kelgan farz amallarga, Alloh taolo tarafidan ilib kelgan barliq sunnat va barliq yaxshi amallarga ijro qilishga ching turganligimizning o'zi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ayni vaqtda itoat qilgan, ayni vaqtda Muhammad sallallohu alayhi vasallamning buyruqlarini anglgan bilan o'xshash. Allah subhanahu wa ta'ala dedi: "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila." Sura Ahzab 23. oyat. Mu'minlardan bir erlar bor. Ular Allah subhanahu wa ta'ala qilgan ahdlarini ras emniyetga chiqardi. Ularning ishdan o'z mas'uliyatini ado qilib bo'lganlar bor. Ularning ishidan mas'uliyatini ado qilishni kutayotgan kishilar bor. Ular Allah subhanahu wa ta'ala qilgan ahdisini almashtiryapti deb Sura Ahzabning 23. oyatida shunday degan. Har qanday bir mu'min Allah subhanahu wa ta'alaga Allah yo'lida minishga la ilaha illalloh Muhammadun Rasulullah Allohning degan Allohning buyruqidan men har qanday yolg'on ilahlarga bo'ysunmayman. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning menga aytgan elchisi, Muhammad alayhisalom ilib kelgan barliq haqini men haqiqiy rozimanlik bilan qabul qilaman deb ishongandan keyin u mu'min qat'iy Allohning yo'lida mustahkam turish lozim. Haq yo'lni o'zgartirmaslik lozim. Har qanday bir qilgan ishida jamiyatda qilingan bo'htonlar, shaytonlarning taqatgan gap so'zlari va har turli yomon aziyatlar qarab o'zining maydonini qo'yatmaslik lozim. Bu shuna o'xshaydiki, bir muallim, o'qituvchi o'zining shogirdidan imtihon oladi. To'g'ri bo'lgan, rost bo'lgan bir ishqa, rost bo'lgan bir o'quvchi javob bergan bir javob qarta, mushi javobing mening so'ragan savolimga rost uyg'unmi, rost to'g'rimi sening bergan javobing desa, agar u o'quvchi shu o'zi bergan javobga ishonch qilib, shu javobni rost bilib bergan bo'lsa va oldinmi shu berdigan javobiga tayyorlik ustida bo'lgan bo'lsa, zodi so'rg'uchi yoki imtihon so'rg'uchi so'rgan shu javob qarta zodi mening deganim to'g'ri deb ishonch bilan javob beradi. Agar u og'izdan mundaqla chiqarib qo'ydigan, o'ziningki javob bergan javobiga haqiqiy ishonmaydigan, ham tayyorlik ustida bo'lmagan mundaq o'quvchi qolsa, u darhalla o'ziningki bergan javobidan yeniladi yoki javobiga ikkilishidan uqmadim, men bundaroq deb o'ylagan deydi. Shuningdek, Allohga haqiqiy qalbidan ishongan mu'min uningga har turli atrofdan kelgan ikkilantirish, gumonlik tuhmatlar qarta Allohga samimiy ishongan bo'lsa, qat'iy mening yo'lim to'g'ri, Allohga sodiq bo'ldim deb chingtirdi. Ammo u o'zining Allohga bo'lgan bag'lanishida ikkilish ustida bo'lgan haqqa mukammal turmagan, haqni bilishga, Allohning haqiqiy tunishga, Allohga bo'lgan aloqasini haqiqiy bog'lashga ching turmagan bo'lsa, azroq chiqqan shamol yoki bo'ron azroq butunlarningki bo'ron chapqinlarda haq yo'ldan qaytib ketdi va dunyo va oxirat o'zini baxtsizlikqa yo'liqtirdi.
Ba'zi jamiyatlarda qanchalik haq uchun o'zining hayotini, o'zining ilmini, o'zining barliq vaqtini sarf qilgan haq suyar. Ustozlar, ulamolar haq suyar. Haqiqatparvar jamoatlarga nisbatan jamiyat a'zolari, jamiyatdagi ba'zi haqni tushunmaydigan insonlar bularni har turli tuhmatlar bilan tuhmat qiladi. Sizlar o'zinglarning dunyo manfaatidan, dunyodagi o'rinlardan, jamiyatdagi har turli insonlar erishayotgan foydalardan mahrum qoldinglar. Degandek bularni har turli aqli ishlamaydi yoki safosiz yoki aqlsiz degandek ularningki din uchun, islom millati uchun, musulmonlar xalqi uchun, musulmonlar va o'zining va dunyo insonlarining dunyo oxiratlik to'g'riligiga erishish uchun berayotgan qurbonligini turmasdan bularga tuhmat qiladi. Mana bu shunday chaqda har qanday haq yo'lda turguchi bir musulmon, haq yo'lda turguchi bir aqlliq har qanday bir musulmonlar jamoati imma bo'lmaydi. Ya'ni kishilar yaxshi va kishilar yaxshi ish qilsa deb damlab qo'ysa, yaxshi qilmaydigan, kishilar sizlarning ishinglar yaxshi emas ekan desa, yaxshilikdan yana bo'ladigan, shamol qayniga chiqsa, sheniga yetadigan bunday ishlardan bo'lmaydi. Balki o'zini haq yo'lida mustahkam turg'izilgan, o'zi mangan yo'l Allah tushirgan haqqa, payg'ambar alayhisalom mangan yo'lga va Qur'on hadisninki ruhi uyg'unlantiradigan turayotgan yo'lda ching turdi. Haq uchun o'zininki hayotidan, o'zining barliq ega bo'lgan narsadan olib ketadigan ish bo'lsa-mu, hargiz keniga yanmaydi. Bu haqqi sodiq, xolis mu'minning haq uchun mustahkam turishi, haq uchun mustahkam turishni Alloh taolaning so'zi uchun tanlashi shunga o'xshaydiki, bir insonga, har qanday bir insonga tamoq keltirilibdi. O lazzatlik bir tamoqni yeyapti. Yegan bo'lsa, zodi bu tamoq sap, lazzatli tamoq ekan. Boshqa birisi sening yegan tamoqing yaxshi emas, lazzatli emas. Buni yema deb cheklab qo'ysa-mu, u shu o'zi lazzatlangan tamoqdan xo'shal bo'ladi, shu tamoqni yeyishni orzu qiladi. Shuningdeklam bir haqda mustahkam turib, haq uchun o'zini fido qilgan mu'min, haqiqiy ixlosman, islom haqiqat tushar, haqqoniyatchi qo'shin, har qanday jamiyatdagi haqdan chatnab ketgan azg'ullar ularni har turli tuhmat va bo'htonlar bilan haq yo'lidan ozdirmoqchi bo'lsa, u haqni ching'tirguchi qat'iy Alloh taolo rizoligi uchun turgan maydonidan yanmaydi. Chunki Alloh uchun o'zining qalbida Allohga bo'lgan barliq samimiy ixlosmanligida, Alloh uchun qurbonlik bergan har bir ishida u Alloh bilan bo'lgan munosabat orqali Alloh uchun yaxshi ish qila olganlikka suyungan va lazzat his qilgan, Alloh uchun haqiqiy o'zini fido qilib olganlikka, o'zi rozi, Alloh rozi bo'lgan yaxshi qilib olganlik uchun ko'ngilda haqiqiy suyungan. Shuning uchun Alloh rizolik uchun qilgan yaxshi amalida bu xo'shallik his qilganligi uchun har qanday bir atrofidagi bilimsiz azg'ullar u erishgan xo'shallikni bilmaganlikdan uningga bo'hton tuhmat qilganlikdan u o'zi erishgan Alloh uchun qurbonlik bergan, Alloh uchun nafsini kechgan, Alloh uchun Alloh rozi bo'lgan yaxshi ishlarni qilgan, mush yaxshi amallar uchun ko'nglida haqiqiy suyunadi. Xuddi azg'ullar, shahvoniyatchilar gunoh ma'siyat organlarida shahvatga cho'mib ketgan vaqtida u Allohu akbar deb Alloh uchun o'qilgan azam chaqiriqini anglab masjidga yuguraydi. Allohning ustiga Qur'oni Karimni tilovat qilishga yuguraydi. Alloh buyurgan yaxshi amallarni qilishga yuguraydi. Har qanday bir shahvoniyatchi azg'ullar harom gunoh ma'siyatdan mol dunyo to'plashga, aysh ishlatga va azg'ullikni ishlashga chaqirgan va uningga ma'vatgan vaqtida bu haloldan, halol kasbdan
hech qandaq bir musulmonga, hech qandaq bir insonga ziyon solmaydigan halol yo'ldan kasb qilishga ahamiyat beradi va oilasini va o'zini halol turmush bilan boqadi va halol nikoh, halol turmushga urinadi. Har qandaq o'zini Alloh oldida qiyomatda yo'qotib qo'ydigan yomonlikdan cheklab qoladi va qiladigan har qandaq bir jihodi ko'rishida ojiz musulmonlarni, ojiz insonlarni har qandaq zulm, kufri, tajovuzchilikdan qutuldirish, musulmonlarni ularning yurti, zemini, aqidasi, islomi erkin bo'lishga chiqarish uchun, islomning ustun bo'lishga chiqarish uchun o'zining hayotini qurbon berishga tirishchilik qiladi. Hergiz o'zining nafsi, hayotini musulmonlarning insoniyatningki dunyodami, oxiratdami baxtsiz bo'ladigan ozg'unlik, kufr yo'liga va kofirlarning tajovuz qilgan tajovuzchilik, zulm, kufr yo'liga hamkorlik uchun o'zini uning uchun ishlatmaydi. O'zining hayotini va o'zining umrini uning uchun bermaydi. Demak, bu mu'minning tanlashi Allohning yo'liga yordam berish yo'lidir. Shuni Alloh subhanahu va taolo aytdiki, astag'firullah, inna lanansuru rusulana valladina amanu fil hayatid dunya. Sura G'ofir 51-oyat. Haqiqatan biz albatta bizning elchilarimizga va elchilarimizga iymon keltirgan mu'minlarga yordam beramiz dunyo hayotida dedi. Ya'ni dunyo hayotida Alloh subhanahu va taolo ularni kufri va uning qo'shonining ustidan g'olib qilish bilan yordam beradi. Ham bu dunyoda Alloh subhanahu va taolo ularga haq yo'lida mustahkam turishga yordam beradi. Ham ularni oxiratda Alloh rizoligiga erishadigan haq yo'lga mush dunyoda erishtirdi. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo o'zining haq yo'lda mustahkam turgan, haq yo'lni tanlagan mu'minlardan bo'lishni qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.